ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدرli qarindoshlar, kelgan yerimizdan boshlab ikkinchi bo'limni boshlaymiz. Ya'ni ulamolar deydiki, bu ismning ma'nolaridan birisi Allohning Assalam ismlarining ma'nolaridan birisi shuki, Allah subhanahu va taolaning zikri, Allohni zikr qilish insonga, mu'minga xotirjamlik, tinchlik, salomatlik ato qiladi. Buni insonning tuyg'usida buni qoldirdi deydi. Dalil nima? Allah deydiki, Sura Ra'dda shuna deydiki, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bilinglarki, Allohning zikri bilan qalblar arom topiladi. Allah subhanahu wa taolo. Allohning zikri bilan qalblar arom topadi, xotirjamlikka erishadi. Qalbda degan bir xil qo'rqinch, bir xil tashvish, bunda qalb davomli bir xil holat tutmaydi insonning qalbi. Bu qalbdagi tashvish, qalbdagi qo'rqinch, qalbdagi rohatsizlik faqat va faqat Allohning zikri bilan qalblar arom topadi, qadrli qarindoshlar. Allohni zikr qilish bilan qalblar yayraydi. Shuning uchun butun zamin yuzida qadrli qarindoshlar, shu nuqta aniq bo'lishi kerakki, bizga, mu'minga saodat, baxt, saodatni ato qiladigan, haqiqiy baxt, saodatning lazzatini tetadigan Allohning zikridan boshqa narsa yo'q. Allohning zikridan boshqa narsa yo'q. Qalblar xuddi temir dotliganga o'xshaydi, dotlaydi. Chuqur biz uni Allohning zikri bilan parlatib turishimiz kerak. Temirning dotlishi o'xshab dotlaydi degandan keyin deyildiki, "Va ma jalauha", uni go'zal parlatish nima bilan bo'ldi degandan keyin, qala zikrullohi va tilovatul Qur'on. Allohni zikr qilish va Qur'oni Karim tilovat qilish degan. Demak, Alloh subhanahu va taolaning ismlaridan bo'lgan Assalam ismini agarda biz zikr qilsak, biz salomatlik, xotirjamlikni his qila olamiz. Buni zikr qilgan vaqtimizda bizdan qo'rqinch ketib qoldigan gap, bizdan tashvish ketib qoldigan gap. Biz bir xil Allohga yaqinligimizni, Alloh bilan paranglashayotganligimizni, fikrlashayotganligimizni qanday bu tuyg'uga kelamiz. Mana bu mu'minning alomati, bunda xotirjam bo'ldi. Kafir bo'lsa-chu, dindan yiroqlar bo'lsa-chu, dinning sirtida yurayotganlar bo'lsa-chu, Allohdan yiroq kishilar bo'lsa-chu, ularning qalblarini qo'rqinch yeb ketadigan gap. Ularning qalblarini tashvish, beoromlik yeydi ularning qalblarini. Davomli tangpungsiz holatda. Chunki ular Allohga sherik keltirgan, Allohdan yiroq, Allohning shunchalik ne'matining ichida yashab turib o'tib, Allohning buyurganlarini qilmay Allohdan yiroq bo'lganligi uchun Alloh ularning qalblariga ana shu qo'rqinch, bu tushkunlik, bu tashvish, bu narsalarni ularning qalblariga selib o'tdi. Mu'minning qalbi bo'lsa, xotirjam bo'ladi mu'minning qalbi. Shuningdek, Robbimizning Assalam ismini zikr qilgan vaqtimizda zikr qilsak, Alloh bizga salomatlik ato qiladi. Bizga xotirjamlik ato qiladi. Qalblarimizga xuddi uning nihoyat yaqinligimizni his qildirdi, Robbimizga bo'lgan yaqinligimizni. Bizni mudofaa qiladi, bizga ko'ngil beradi, o'z ko'ngil berishni ichiga oladigan gap, qo'g'daydigan gap, nusrat beradigan gap, davomli holatda Robbimizning inoyatida bo'lgan gap. Yana bu ismning ma'nolaridan birisi, agar Alloh subhanahu va taolaga bog'langan kishi, Robbiga bog'langan kishi o'zining nafsini ayib nuqsonlardan poklaydi. Robbiga bog'lana olgan kishi o'tgan soatimda dedik, nafsini ayib nuqsonlardan poklaydi.
Bu yer nait inchki ma'noga kiramiz, qadrli qarindoshlar. Uning birinchi ma'nosi nima? Ya'ni biz nait bu ismdagi inchki ma'no nima desa? Ismdagi inchki ma'no. Ya'ni bu ismdagi nait inchki nuqta, inchki ma'no nima bo'lganda, Alloh birinchi ma'nosi, birinchisi Alloh subhanahu va taolaning zoti, jalla jalaluhu. Allohning zoti butkul ayib nuqsonlardan pokdir. Barliq sifatlardan pokdir Alloh subhanahu zoti. Ve onun sıfatları her bir ayıp nuqsonlardan sıfatları ham pokdir. Ve afali Allah'ın işleri yamanlıqdan pokdir. Qanday yamanlık? Mineşşerril mutlaq, mutlaq yamanlıqdan. Ama nisbi yamanlık bo'lgan, bir nişan kütülgen, bir nişan közlengen yamanlık insana ko'rilgan bu yamanlık, o yamanlık emas, belki o davalash. O bir ilaç o der, bir davalash. Doğru qancha doğru degan davomliq, doğru ko'pincha holatda ochiq bo'ldi qadrli qarindoshlar. Davolash uchun ishlatilganlik uchun bizning ko'zimizga yomonlikda ko'rilayotgan bu narsalar aminatda bir iloj doğrudan iborat. Ya'ni Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo xotirjamlik, amonlik, tinchlik egasi. Buni ato qiluvchi bandalarga yaratishdi bo'lsin, ama yuqur nurg'ulgan dalillarni keltirdi. O'zimizning badallarimizda, atrofimizdagi hamma narsada bizga Alloh subhanahu va taolo xotirjamlik, tinchlik, bu narsalarni ato qildi qadrli qarindoshlar. Xo'sh, endi Alloh subhanahu va taologa bog'langan mu'min qanday bo'ldi? Rabbiga bog'lanish, Allohga bog'langan mu'min u qanday bo'lsa, o'zining nafsini ayiblardan, bexillikdan, o'chmanlikdan, hasaddan, kibirdan, butkul yomon xuluq, yomon ishlardan o'z nafsini poklaydi Allohga bog'langan mu'min. Allohga bog'lanish bu natijani olib keladi qadrli qarindoshlar. Demak, Rabbimiz bizning jismimizga, badanimizga zu salam degan xotirjamlik ato qiluvchi, xotirjamlik beg'ishlovchi, salomatlik beg'ishlovchi jismimizga, a'zolarimizga, bütün bedenimizdeki barliq a'zoliga, barliq bo'g'im barliq bo'limlarimizga, barliq hujayra qon tomirlarimizgacha, eng inchki tomirlarimizgacha intayin inchga, eng yuqori texnikada, eng yuqori nima shaklda yaratgan Alloh subhanahu. Ajoyib ulug' yaratib etdik. Yana bir narsa, Alloh subhanahu va taolo yahdi ibadahu subulas salam. Bandalarini salomatlik, salam yo'liga, tinchlik yo'llariga qanday qildi? Boshlaydi, shu yo'lni ko'rsatdi, shu yo'lga hidoyat qildi. Har bir inson o'ylab boqaydi, oilamiz bo'ldi, uyimiz, bola chaqa. Bir uyda masalan, agarda u uyda urush jo'da, taloq, ayolini urush, bu şekildeki nurg'un g'avg'olar bir uyda bo'lsa, nafrat, o'chmanlik bu narsa bir oilada bo'lsa, buning sababi nima? Agarda shu oilada agar Allohning dini, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmasi, Allohning manhaj programmasi ijro qilingan bo'lsa, bu ish yuz bermaydi. Sababi nima shunday bo'lishiningki? U oilada Allohning dini yüz ijro qilinmaganligi sababi. Agar shuningga ergishilgan bo'lsa, u narsa bo'lmaydi. U oilada muhabbat, u oilada shunday tinchlik, xotirjamlik, mehr, muhabbat yig'ib turadigan bir oila bo'ladi. Agar Alloh va Rasulining ko'rsatmasi bo'yicha ilib mang'ilgan bo'lsa. Shunchalik xotirjam, tinch, mehr, muhabbat qaynaydigan bir oila bo'ladi. Shuning uchun biz oilamiz kirgan vaqtimizda ham Allohning ana shu salom ismini tilg'ab turib, assalomu alaykum deb kirishimiz kerak. Shu hadislarda kelgan-ku. Bir inson kishi uyga kirib assalomu alaykum degan vaqtida salom bergin. Bu vaqtida shayton qochib ketadi deydi Rasululloh. Salom bersang shayton ketib qoldi degan. Bu shayton agarda salom bermas-ku, uyga kirib sahibi agarda uyga salom bermasa, o'zining qarindoshlariga shayton o'zining askarlari qarindoshlariga deydi-ki, adraknal mabit. Biz bugun yotadigan joyni topdik. Bizning yotadigan joyimiz bugun tayyor bo'ldi deb shuna deydi. Bu odam yana kelib tamoqqa kelib tamoq yegan vaqtida bismillah demasa, shayton nima deydi? Biz
adraknal asha. Biz kashlik tamoqni ham topdik. Degan kashlik tamoqimiz bo'ldi deb shuna dedi. Agar bir inson uyga kirib ya oilasi salom bermasa kirganda, ya tamoqni bismillah yemasa, deydi-ki, adraknal mabita val asha ma'an. Degan biz kashlikda yotadigan joyni-mi, kashlik tamoqni birga topdik deb shuna dedi. Askarlarga, shayton qirinlashtirga. O'ylab baqayli. Yana Allah subhanahu va taala assalam xotirjamlik beg'ishliq yuqori dedik. Yahdihim subul assalam. Allah bandalarini xotirjamlik yo'liga, bu yo'lni ko'rsatdi, bu yo'lga boshlaydi dedi. Allah bizni mu'min bo'lish sifatimiz bilan har bir mu'minni salih ayol bilan o'ylanishga, salih taqvodor qiz bilan o'ylanishga buyurdi. Agar biz Rabbimizning bu buyrug'iga bo'ysunib, bu asosni tanlaydigan bo'lsak, biz chuqur baxtli bo'lamiz. Agar bir inson dal aksicha, uningki salih bo'lishidan bakirak, ayolning salih taqvodor bo'lishidan bakirak, uning pul meli yoki go'zalligini tanlab qolsa, albatta go'zalligi ham matlub, ammo lekin hargiz taqvoligi, salihligining ustiga qo'yilmaydi bu narsa. Eng birinchi tanlanadigan narsa taqvoligi, salihligi tanlanmay, boshqa narsa ko'z tutib qolsa, u oilada hargiz baxt saodat bo'lmaydi. Ya o'zi baxtli bo'lmaydi, ya uni baxtli qilolmaydi. Allohning buyrug'iga ergashgan kishi ham o'zi baxtli bo'ladi, ham qarshi tarafni ham baxt saodatga sho'ndiradi. Rabbimiz bandalarni qanday qildi? Xotirjamlik, tinchlik bu go'zal yo'lga boshlaydi dedi. Yahdihim subulas salam. Ya Rabbi. Dal aksi tanlangan vaqtida uning jamoli, uning go'zalligi, uning pul meli baxtsizlik olib kelgan gap u insonga. Buni asos qilib tanlagan vaqtida nurg'un hayotimiz uchraymiz, anglaymiz. Shundaq ko'ngilning kayniga kirib qilingan, u yerdan Allohning taqvodorlik degan bu prinsipiga esilmay, balki go'zalgina u yerda shu buzuq, shu shahvoniy o'rinlarda tunishib, shu yerda to'y, bu qiyin birlashib to'y qilib qilganlarning ko'pinchisiga qaraydigan bo'lsak, hayoti jahannam bo'ladi. Chunki u boshdan boshlab o'zining hayotini Allohning diniga xilof holatda boshladi-ki. Allohning dinining ko'rsatmasiga loyiq ravishda boshlamadiki, qandoqmi baxtdan so'rash qilsin bu yerda. Nurg'ulg'an qissalarni har birimiz anglagan, ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Demak, Rabbimizning yo'l yo'riqiga, payg'ambarimizning sunnatiga ergashgandalam bu dinning ichida bo'lgan vaqtlarda biz haqiqiy baxt, saodat, haqiqiy xotirjamlik, haqiqiy tinchlik degan bu narsani tetiy olamiz, bilalaymiz qadrli qarindoshlar. Hamda bu ish faqat va faqat ayollik turmushidanmi? Salomatlik Allah yuqorida. Allah yahdihim subul salam. Allah bandalarini qanday qildisa, xotirjamlik, tinchlik, salomatlik yo'liga hidoyat qildi. Buningga boshlaydi, buni ko'rsatdi. Bu faqat ayollik turmushidanmi yuqorida misol keltirgandek? Ya. Bu her bir muamelemizde, ticaretimizde, elip berip setişimizde. Eğer bir insan riba bilen muamele kılsa, ösüm bilen muamele kılsa, Allah onun çukum gözetmeye kalmaydı. O çukum pişman kalmayı, onun derdini tatmaya kalmaydı. Ticaretimizde hem bizge hatırcamlik yolunu, en doğru buluşunu Allah subhanahu wa ta'ala buyuruyordu. Şununla başlaydı. Öy, balıçaqılık buluş, toy qilish, hamma ishimizda Allah subhanahu wa ta'ala qo'shnilar bilan muomala qilish, bütün atrofimizdagi kishilar bilan muomala qilish, hamma jihatda Allah subhanahu bizni shu salomatlik yo'llari, xotirjamlik yo'llariga boshlaydi. Bu yo'l faqat va faqat Allohning dinidan boshqa hech narsa yo'q, qadrli qarindoshlar. Xo'sh, Allah subhanahu wa ta'ala yana Allah yad'u ila daris salam. Allah salomatlik hoylusu bo'lgan jannatga chaqirdi. Jannatga da'vat qildi. Jannatga kelishimizni buyurdi. Buningga da'vat qildi. Bu tarafga chaqirdi, jannat tarafga. Ya'ni uningda butun hech bir g'am qayg'u bo'lmagan, xotirjamlikli bo'ladigan, rohat farog'atli bo'lgan. Nima uchun Darus Salam deb atalgan? Nima uchun xotirjamlik hoylusi deb atalgan? Chunki uningda ya o'lim yo'q, ya tashvish yo'q, ya qo'rqinch yo'q, ya ochlik yo'q, ya azob yo'q. Kül bu dünyanın balayı, afetleri, teşvişleri, hemen ersin selamet bo'lganligi uchun
tamamen salomat bo'lganligi uchun jannat, shuning uchun darus salam deb atalgan. Vallohu yad'u ila daris salam. Alloh ana shu jannatga boshlaydi bizni. Shu jannatga chaqirdi qadrli qarindoshlar. Biz ana shu jannatga loyiq mu'minlardan bo'lish uchun ana shu Robbimizga haqiqiy ravishda Robbimizni tunishimiz va uning degan yeridan chiqishimiz kerak qadrli qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi-ki: "Va qala Allohu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dalla sawa as-sabil." Ya Rabbi, Allah aytdi. Allah dediki, nima dedi Allah subhanahu wa ta'ala? Inni ma'akum, men sizlar bilan birga dedi. Men sizlarga yordam beraman dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Qanday qilsak yordam berdi? Deydi-ki, la in aqamtumus salata ila oxirih. Agar sizlar namozni ado qilsanglar, rasmiy iqoma qilib, shap o'qib qo'yish emas, rasmiy namozni ta'dil arkan bilan joyida ado qilsanglar namozni, namozni o'tsanglar, zakot bersanglar, payg'ambarlarimga iymon keltirsanglar, payg'ambarlarimga iymon keltirsanglar va ularga yordam bersanglar dedi, va shu payg'ambarlarimga yordam bersanglar va Allohga qarzi hasana, Allohga go'zal shu Allohning yo'lida pul melinglarni sarf qilish, pul mollarimizni Alloh yo'lida sarf qilish, bu Allohga shu go'zal ravishda Allohga berib turgan bir qarz. Alloh subhanahu va taolo uni necha hassilab qaytardi qiyomat kuni. Dunyoda ham qaytardi uningga. Qiyomatda eng cho'ngini qaytardi. Allohga qarzi hasana bersanglar, ya'ni pul melinglarni Alloh yo'lida sarf qilsanglar, albatta sizlarning gunohinglarni qanday qilman? La ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Chuqum men qanday qilman sizlarning gunohinglarni yo'qqa chiqarib o'tman dedi Alloh subhanahu va taolo. Va qanday qilaman? Sizlarni albatta ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizman. Va la udkhilannakum. Chuqum kirgizman dedi Alloh subhanahu va taolo. Men kirgizman deb nal deb qo'ymadi. Chuqum sizlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizman dedi. Ya Rabbi bizni shu jannat ahlidan qilgin ey Robbimiz. O'ylab boqaylik. Ay yuqorida shartlar va qadrli qarindoshlar. Yuqoridagi ishlarni qilsanglar, men chuqum shunda qilman deb o'tadi Parvardigor Robbimiz Alloh subhanahu va taolo. Deydi-ki yana oyatning oxirida. Ya'ni shuningdan keyin faman kafara ba'da zalika. Shuningdan keyin, ya'ni shu ahdidan keyin Allah her bir mu'mindan shunday ahd e'lon qildi. Bizning mu'min bo'ldim degan gap Allohga shunday va'da berdim degan gap. Shunday qilaman ey Robbim deb. Shu ahdidan keyin kimiki sizlardan kimki shu buyurilgan, men tarafdan buyurilgan amr qilgan buyruqlarimni inkor qiladi ekan, amr qilgan shu buyruqlarimni inkor qiladi ekan, u albatta u chuqum qanday qilgan bo'ldi? To'g'ri yo'ldan ezib ketgan bo'ldi dedi. To'g'ri yo'ldan chuqum ezib ketgan bo'ldi deb Alloh deyotdi qadrli qarindoshlar surma aytadi. Allah deyotdi. Allah bizni u azg'un kishilardan bo'lib qilishdan Alloh o'z panohida saqlasin qadrli qarindoshlar. Demak qadrli qarindoshlar, assalomning ma'nolaridan birisi nima ekan? Allohning shariatini tatbiqlagan hamon, Robbimizning shariatini tatbiqlagan hamon bizni Alloh subhanahu va taolo jannat yo'liga xotirjamlik ho'ylisi bo'lgan shu nozu ne'matli jannat yo'liga xotirjamlik yo'liga hidoyat qilganlikda shu yo'lga boshlaydiganlikdan iborat bir bishoratni berdi. Yani Rabbimiz Allah deydi-ki Sure İsra'nın 9-oyatida inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Shubhisizki bu Qur'oni Karim, bu Qur'on eng to'g'ri yo'lga boshlovchi dedi. Eng to'g'ri yo'lga boshlaydi bu Qur'on. Mandig'ariq yo'lga emas, agri-bugri yo'lga emas, eng to'g'ri yo'lga boshlaydi dedi Alloh subhanahu va taolo. Rabbimiz deyotdi qadrli qarindoshlar. Alemlerinin Rabbi Allah deyotdi bu so'zni qadrli qarindoshlar. O'ylab boqaylik. Huvallohullazi la ilaha illa huval malikul quddusus salam. Shundaq Allohki,
Onundan başqa hech iloh yo'q. U haqiqiy podshoh. Hamma narsadan pok. Butkul sifatlardan pok Allah. Nima kelsa kallamadi onundan pok Allah subhanahu va. Assalam, salomatlik beg'ishlovchi. Salomatlik ato qiluvchi, xotirjamlik ato qiluvchi zot Rabbimiz. Allah bizni o'ziga loyiq ravishda haqiqiy taqvodor mu'minlardan qilsin qadrli qarindoshlar. Rabbimiz shunday deydi-ki, "Faman ittaba'a hudaya fala yadillu va la yashqa." Uning yo'liga ergashgan kishi hargiz ziyon tortmaydi qadrli qarindoshlar. Hargiz ziyon tortmaymiz qadrli qarindoshlar. Kimiki mening hidoyatimga ergashadi ekan, kimiki mening ko'rsatmamga, mening yo'l yo'riqimga ergashsa, fala yadillu va la yashqa. Allohning tamg'isi bu. Azmaydi, shaqiy bo'lmaydi deydi. Azmaydi, shaqiy bo'lmaydi deydi Alloh subhanahu va taolo. O'ylab boqaylik. Ey Rabbimiz bizni ana shu azmaydigan, shaqiy bo'lmaydigan, sening yo'lingga ergashadigan taqvodor mu'minlardan qilib qo'ygan ey Rabbimiz. Sen haqiqatan hammaga qodirsan ey Rabbimiz. Şunaş qadrli qarindoshlar, shuni nihoyat aniq bilishimiz kerakki, butkul salomat, butkul xotirjamlik, butkul tinchlik hammasi faqat va faqat qaysi vaqt bo'ldi? Rabbimiz bilan birga bo'lgan vaqtimizda, Rabbimizning deganini qilgan vaqtimizda, Rabbimizning chekligidan yangan vaqtimizda, Allohni tonigan vaqtimizda, onun ibadatga cho'kkan vaqtimizda, onun kitobini to'g'ri tushungan vaqtimizda, onun shariatini ijro qilishga oldirgan vaqtimizda, onun buyruqlarida intizomchilik bilan mangan vaqtimizda andin bo'ladi qadrlaringiz. Andin bo'ladi. Vallahu yad'u ila daris salam. Rabbimiz bizni boshqa yerga emas, ashu jannatiga chaqirdi qadrli qarindoshlar. Ashu jannatiga chaqirdi. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Bakın ne kıldı? Halgan kişini demiş kıldı? Doğru yolga hidayet kıldı. Halgan kişini doğru yolga hidayet kıldı. Yaxşılık kılgan, yaxşı amel kılgan kişiler için cennet var ve onun ziyadesi var Allah subhanahu. Cennet var onlar için ve cennetimiz ziyadesi var. O neymi? Rabbimizden cemalini şu cennette. Xuddi asmandaki 14 günlük tulun aynı kögünde körelişimiz. Cemalidin Rabbimizden cemalidin huzurlanuş. Bu cennet ehliga berilgan en çok nimet. Cennetimi çok nimet Rabbimizden cemalini görüş. Şunu ayette lillezine ahsanu el husna. Cennet bir yana. Cennet bağlarına yaxşılık kılan kişilerge. Ve ziyadesi var. Rabbimizden cemalini görüş. Ey Rabbimiz senden tövencilik bilen tileyimiz ey Rabbimiz bizni şu cemalından huzurlandığan, şu cemalını körüp huzurlandığan müminlerden, şu baxtlik müminlerden kılgın ey Allah. Endi bu yerda yeni bir narsa Allah subhanahu ve taala Sure Meryem'de Yahya aleyhisselam hakkında şunday deydi. Ve selamun aleyhi yevme vulide ve yevme yemutu ve yevme yub'asu hayya. Tug'ilgan kunda, o'lgan kunda, tirik tirilib turg'izilgan kunda, hashr qilingan kunda uningga salom bo'lsin dedi. Salom bo'ldi, xotirjamlik bo'ldi. Yahya alayhissalom haqida shunday dedi. Ba'zi ulamolar deganki, Sufyan ibn Uyayna uning ichidagi birisi, bandininki eng yolg'izlik his qildigan, eng tashvishlik his qildigan 3 o'rin bor dedi banda. 3 o'rinda shundoq yolg'izlik, tashvish his qildi dedi. Birinchisi nima? Tug'ilgan kunda dedi. Tug'ilgan kunda. Chunki u ilgari tug'ilishdan burun onining rahimi, baliyatqusining ichida xo'shal, rohat shuning ichida yashab yuradi dedi. Butun dunyoning mashg'ulotlaridan, dunyoninki qiyinchiliklardan hammasidan yiroq holatda. Albatta u dunyoga, ya'ni tar bir yerdan onining baliyatqusining tar bir yerdan kengri bir dunyoga chiqadi. Cho'ng bir kengri bir dunyoga chiqadi. Lekin dunyoga kunib bo'g'icha u chiqib yig'laydi shuning uchun. Dunyoga chiqiblam, dunyoga kelib yig'laydi. Bu bir deydi. Sufyan ibn Uyayna.
eng yolg'izlik his qiladigan, eng bir xil tashvish his qiladigan o'rinning 3 o'rinning birisi tug'ilgan kunisi deydi. Yana birisi nima degan vaqtida yawma yamut o'lgan kunisi deydi. O'lgan kunisi. Chunki u butkul narsani ayrildi o'lgan kunisi. Dunyoda yiqqan hamma narsadan yaxshi ko'radigan ayoli, farzandi, uyi, balki uning hayot dunyoda hech kimga ko'rsatmagan uydagi bolalarga ham tutqazmaydigan shunday qimmatli narsalar bo'lishi mumkin. Eng tatminin, eng cho'nqur deb quluplab yuradigan. Shu narsadan hamma eng yaxshi ko'rgan narsadan, mashinasidan, butun narsadan ayrilgan. O'lgan kunisi. Va oxiratda tirilgan kunisi. Oxiratda Alloh subhanahu va taolaning dargohida tirilib qopgan kunisi 3-o'rin. Shuning uchun Aisha radhiyallohu anha onamiz deydi-ki: "Ya Rasululloh, ayarifu ba'duna ba'dan yawmal qiyamah." Bir-birimizni shu qiyomat kuni bir-birimizni tunimdik biz, bilalamdik deb degan ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam deganki: "Na'am ya ummul mu'minin." Shunday deb javob bergan. İlla fi salasati mavatin. Qiyomat kuni ham shunday qiyin o'rinlar bor. 3 o'rindan boshqa vaqtda bir-birimizni tunalaymiz, bilalaymiz degan payg'ambarimiz. U nima bo'lsa? Inda sirat va inda al-hashr va idha as-suhuf nushirat. 3 o'rin. Sirat ko'vrigidan o'tadigan o'rin. Bu vaqtda hech kimni tunimaydi dedi. Hech kimni tunimaydi. Bu vaqtdagi tashvish, bu vaqtdagi qiyinchilikni o'ylagan hech kimni tunimaydi dedi. Yana birisi nima desa? Hashr qilingan vaqtida, mahshar maydoniga haydilib mangan vaqtida hech kimni tunimaydi. Shunga ba'zi hadislarda kelikli yalang'och holat mangimiz ya, bu qanday bo'ldi deb so'ralgan vaqtida ish uningdan buyuk, ish uningdan katta Aisha deb payg'ambar alayhisalom Aisha anov degan. Bu avratlarimiz ochiq bunday yalang'och. Hech kimning u yerga qaraydigan cho'lisi yo'q, hammasi o'zining dardida, ish uningdan katta. U kunlik ish uningdan katta deb shuni payg'ambar alayhisalom degan. Hashr qilgan vaqtda. Hashr qilingan vaqtda. Uchinchisi nima? Daftar, nomi amal daftarlarimiz ichilgan vaqt. Hammasi tashvish. Bu vaqtda hech kimni tunimaydigan payg'ambar. O'ylab boqaylik qadrli qarindoshlar. Shu vaqtida ana dunyoda farzandini cho'ng qilgan shu ana o'zining o'g'liga ko'zini o'g'liga qaraydi dedi. O'g'li qaraydi. Deydi-ki: "Ey bolam, men sana o'zimning qo'rsiqini sana qoch qilmadimmi? O'zimning qo'rsiqini qoch qilmadimmi? Va o'zimning shu ko'ksimni sana buloq qilmadimmi?" deb shuna dedi. O'zining qilganlarini oldi bilan aslatdi bolasiga. Sana ko'ksimni sana ichidigan to'xtamay ichidigan buloq qilmadimmi? Quchqimni sen yotadigan shundoq yaxshi ko'p issiq, sen orom oldigan ko'p qilmadimmi? Hal min hasanatin yaudu alayya khayruha. Shu qilgan ishlarim tüpeyli bana onun yaxşılığı yatadigan, bana onun aşının şu qilgan ishlarimga yarasha, bana bir yaxşılık bana qaytamdı. Bir yaxşılığın barmı bana degandeken deydi ki bala: "Ah ya umma, innani ashku mimma anti minhu tashki." Ana, siz bugün siz his qilayotgan, siz shikoyat qilayotgan şu yaxşılıktan ibaret bir yaxşılık olsun şunun men ehtiyojlik bo'lganman. Siz ehtiyojlik bo'lgan shu narsaga bugün menme ehtiyojlik. Menme shundan shikoyatdimi? Men berolmayman. Bir yaxshiligimni berolmayman deydigan gap shu vaqtida. Bana anasiga shunday deydigan gap. Berolmayman, qudratim yetmaydi menga. Menme shunga ehtiyojlik deydigan gap. O'ylab boqaylik qadrli qarindoshlar. Yahya alayhissalom Allohning qudrati bilan وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Hammadan salomat qilgan. Alloh xotirjamlikka erishtirgan uni. Ya Rabbi, ulug' Parvardigorim, sendan tuvanchilik bilan tilaymizki, bizni eng shu salomatlik, xotirjamlikka erishgan, dunyo oxiratda baxt saodatga erishgan mu'min bandalardan qilg'aysan ya Rabbi. Xo'sh, endi Qur'oni Karimda yana bu salom
ismi Qur'oni Karimda boshqa bir ma'noda ham tilg'ilindi. Bu sura Furqonda deydiki Alloh subhanahu va taolo va idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Agar ularga, bu mu'min kishilarga, bu kishilarga johillar xitob qilsa, johillar so'z qilsa, ular deydiki salaman, salaman deb shuna deydi. Sizlarga tinchlik bo'lsin, sizlarga xotirjamlik bo'lsin. Deb oddiy ma'nosi bu endi. Bir odam Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuni tushida ko'ribdi-da. Tushida ko'rib, tushida Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuga salaman, salaman deb shuna deganligini ko'rdim. Deb shuna tush ko'ribdi. Bu odam atigan turib, nihoyat xo'shal bo'lib, nihoyat ro'y ko'tilib, nihoyat baxtga cho'mib, birisiga so'zlab beribdi ekan. Debdiki, sen johilkansan, sening tushingning tafsiri, tushingning ta'biri, sen johilkansan deb shuna debdi. Nima ish qilsa, Alloh subhanahu va taoloning so'ziga asosan va idza khatabahumul jahiluna qalu salama degan so'zga asosan sen johilkansan deb shuna debdi. Salaman degan so'zning ma'nosi nima? Buni chunqur bir tekshirib boqaylik qadrli qarindoshlar. Shunday kishilar borki dunyoda, Alloh ularni isloh qilsin, hammamizni Alloh isloh qilsin. Solih kishilar solih kishilar, taqvodor kishilar, ilmli kishilar. Bularga birasi so'z qilsa yoki birasi qamlashmaydigan bir so'zni qilib qolgan bo'lsa, uningga salom bo'lsin deb qo'ymaymiz. Amdal deb qo'ysak bo'ldi, uningga sen johildan tang o'g'ilma deydigan kishilar bor. Bu qanday salom bu endi? Sizlarga Qur'oni Karim ajiba sizlarga xotirjamlik bo'lsin, sizlarga salom bo'lsin deb qo'yiblar, Xudoyman deb yo'limizga mengishni buyurimdi yoki boshqachimi? Ulamolar bu oyatda go'zal to'xtalgan bir tafsiri bor ekanki, deganki, bu salomning ma'nosi, ya'ni nima degan gap desa, hech bir ayib nuqson bo'lmagan, xatolik bo'lmagan, jaholat bo'lmagan, qo'pollik bo'lmagan, bir kimning yuz obro'yiga tegadigan, izzat hurmatiga tegadigan so'z bo'lmagan, ihonat bo'lmagan, nihoyat muloyim, chiroyli, yumshoq so'zni, yumshoq so'z. Mushu so'zni degan odamni salaman qalu salaman dedi. U mu'minlar, u insonlar nima deydi? Salaman deb Alloh bu yerda faqat bir ig'i so'zlar ifodalaydi. Bu salaman degan gap ana shu gap. Nihoyat muloyimlik bilan, chiroyli, hargiz uni qo'pol tegmasdan, ko'nglini og'ritmasdan, go'zal shaklda qilingan so'z nasihatni salaman deb shuna tafsirlagan ekan. Bu hargiz bir insonning, bir johil, bir bilimsiz kishi gap qilib qilsa, "Sen ishoni qil deb, sen o'zingni ish qilsang salom bo'lsin" deb qo'yib ketgan ish yo'q. Bu ma'ni bu emas. Bizga qo'pollik qilgan, biz bilan jadallashgan bu kishilarga salom deb qo'yib turib ketishlar talab qilingan narsa bu emas. Solihlardan talab qilingan narsa bu emas. Ilm egalaridan talab qilingan narsa bu emas. Ilm egalaridan talab qilingan, solihlardan talab qilingan narsa nima deganda, uningga eng go'zal shaklda, eng chiroyli shaklda, eng ilmiy usulda uningga qanday qilish, go'zal tushuntirish, anglatish, hargiz uning qalbini og'ritmasdan, go'zal shaklda sabr qilib turib anglatish, bildirish. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Alloh nima deydi? "Va law kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik." Agar sen qo'pol, qalbi qattiq bundoq bo'lgan bo'lsang, ular qanday qiladi? Sizning atrofingizdan albatta tarilib ketgan bo'ladi. Ya o'ylab boqaylik, payg'ambar u. Olamlarga rahmat qilib avatigan payg'ambar. U dunyodagi eng fasohatli so'zlaydigan payg'ambar u. O'ylab boqaylik. Shunchalik mehribonlik va eng fasohat va Allohning payg'ambari. Sen ashundaq eng go'zal axloqqa ega Allohning guvohligi bilan payg'ambar alayhisan. Sen ashundaq turib, ashundaq sifatga ega bo'lib turib, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar qo'pol bo'lgan bo'lsang, qalbing qattiq bo'lgan bo'lsa, sizning atrofingda sizning shundaq sifatlaring bo'lgan bo'lsa ham atrofingda chuqum tarilib ketgan bo'ladi dedi. O'ylab boqaylik. Biz kim u? Biz payg'ambarning oldida kim u? Yo bir fasohatli emas. Kishilarni hayron qoldirgan yo so'zlayolmaymiz. Tillarimizni 70 qatim kekashlaymiz. Yo biz Allohning vahiy tushmaydi bizga. Odatdagi bir inson. To'rtta narsani bilib olib, to'rtta narsani bilib qolganga, kishilarning og'zida tilimiz ismimiz chiqib qolganga, uning keyindan johillar, bilimsizlar, bilmay qolganlar atrofimizda, oldimizda yoki so'zlab qilishi mumkin, johillik qilib narsani qilishi mumkin. Uningga salom bo'lsin sen deb bilan Xudoyman deb ishini qil deb bir og'izga qilib yurish, bu ilm ahlininki, ilm egalarining qiladigan ish emas.
sabr qilib turib, xuddi Rasulimiz sabr qilgan sabr qilib turib, eng go'zal shaklda siliq sipoyilik bilan tushuntirish bu ilm egalarininki salihlarning ustidagi majburiyat bu qadrli qarindoshlar. Bu asli ma'nosi. Va idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salam deb qo'yib ketish emas buning ma'nosi hargiz bu. Qadrli qarindoshlar, endi biz bu ismga nisbatan mu'minning assalom ismiga nisbatan mu'minning majburiyati nima aloqasi bor degan savolga kelsak, har bir haqiqiy mu'min nima desa, u mu'min mayli oshkora, mayli yushurun hayotida Allohning dini shariatiga xilof ishlardan salomat qolgan mu'min bo'lishi kerak dedi. Bu ismga assalom ismiga bo'lgan mu'minning majburiyati vazifasi nima deganda, u mu'min oshkora yushrun holatda tashqi va ichki ayiblardan, Allohning diniga xilof bo'ladigan ishlardan salomat qolgan bo'lishi kerak, salomat qilishi kerak. Allah Qur'oni Karimda vazaru zohiral ismi va batinahu. Sizlar jinoyatning, gunohning oshkora va yushrunini qanday qilinglar? Tashlanglar dedi payg'ambar. Allah. Ana shunday tashlaydigan, buningdan yiroq bo'lishi kerak. Kimning uning ichi, teshi ayib nuqsonlardan, gunohlardan salomat bo'lsa, ana shu inson o'zining Rabbi Allah subhanahu va taolaning salom ismi bilan birlashgan, salom ismini, assalom ismini o'ziga o'zlashtirgan mu'min bo'lgan bo'ladi. O'zlashtirgan mu'min bo'lgan bo'ladi. Ondan keyin Allah subhanahu va taolaning o'zini shundoq poklagan, o'zini shundoq pokizlagan mu'min Rabbi Allah subhanahu va taolaning oyatda sura Shu'aroda keltirgan oyatdagi ma'nolar amalga oshadi o mu'minda. Shu ma'nolar, shu oyatda so'zlangan mu'minning darajasiga boradi. Bu ism bilan bo'lgan aloqamiz qanday bo'lishi kerak? Oshkora yushrin har qanday vaqtida ichimiz teshimiz cho'qim Allohning diniga uyg'un, Allohning dinining ko'rsatmasiga loyiq ravishda bo'lishi kerakki, Rabbimizning yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim degan oyati bizda amalga oshsin. Biz ashundaq bo'ladigan vaqtimizda ich teshimiz o'xshash salomat, ayib, nuqson, jinoyat, gunohlardan poklaydigan vaqtimizda andin bizda Rabbimizning bu oyati amalga oshadi. Yawma la yanfa'u malun va la banun. Dunyoda yiqqan mol, dunyo, bu farzand hamma narsa bekor qadrlanadi. Hiçbirisi menfaat qilmaydi deylik. O kunda mol, dunyo, bola chaqi hiçbirisi arzimaydi. Menfaat bermaydi. İlla men atalloha biqalbin salim. Salomat bo'lgan, ayib nuqsondan, jinoyatdan pok bo'lgan, ichtishi o'xshash bo'lgan bu mu'min, Robbiga ashundoq boradigan mu'min qanday qilib qutuladi, nijotlikka erishadi. Bu ma'no bizda amalga oshadi. Assalomni o'zimizda tatbiqlay olsak qadrli qarindoshlar. Sağlam qalb shak shubhidan ham sağlam. O sağlam qalb Rabbi haqqida bo'lsin, dini haqqida bo'lsin, hiçbir sohada shak shubhi qilmaydi. Shirkdan, shubhilik narsalardan davomli yiroq bo'ladi bu sağlam qalbli kishi. Shundoq bir beyt keltirilganki, biz shohid sifatida bir keltiramiz. Bu beyti deydi-ki: "Za'amal munajjimu vat-tabibu kilahuma la tub'asul amwatu qultu ilaykuma in sahha qawlukuma falastu bi khasirin aw sahha qawli fal khasaru alaykuma." Bu beyt ne desem? Munajjim bilan doktor shundoq gumon qilishdi deydi. Munajjim bilan doktor shundoq gumon qilib da'vo qilishdi-ki, har ikkilisi deyishdiki, o'liklar tirilmaydi, o'lgandan keyin qaytib tirilish yo'q deb shundoq gumon qilishdi. Men o ikkisiga dedimki, sizlarga agar sizlar ikkinglarning so'zi rasib qolsa, men ziyon tatmayman dedi. Agar sizlar ikkinglarning so'zi o'lgandan keyin tirilmaydi degan so'z rasib qolsa, men ziyon tatquchi emasman. Agar mening so'zim rasib qolsa, butun ziyonning hammasi sizlar ikkinglarga bo'ldi deb shularga dedim deb shunday dedi. Bu beyt. Ammo mush beytning o'zida ham shakvada agar deb shakva.
Mu'min bunda emas. Mu'min qanday bo'ldi? Buningdan yuqori bo'ldi. Bunu faqat biz shohid shaklda keltirdik. Mu'min qanday bo'ladi? Alloh Qur'oni Karimda ko'rsatgandek, uning iymoni har bir aqidasiga bo'lsin, payg'ambarlarga bo'lsin, kitobiga bo'lsin, rasulining ko'rsatma yo'l yo'riqlariga bo'lsin, hammasiga 100% iymon etgan bo'ldi. 99 iymon etgan bo'lsa, iymon emas, uning iymoni. Bir inson Allohga men, Allohning payg'ambariga 199 iymon etmayman men. Ay 100% bo'lmoq shu haqiqiy iymon etgan bo'lmaydi, qadrli qarindoshlar. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا deb sura Hujuratda shunday sifatlaydi. Shaksizki mu'minlar degan qandoq kishilar? Mu'minlar degan shunday kishilarki Allohga va rasuliga iymon keltirgan, uning keyinda lam yartab. Hech shak shubha qilmagan, hech shubhi degan narsa shak qilmagan kishilar, ular haqiqiy mu'minlar deydi Alloh subhanahu va taolo. Haqiqiy mu'minlar bulardır deydi. Demek as-salim bo'lgan kishi nima bo'lsa, uning qalbi shak shubhilardan, shirkdan, munofiqlikdan, shaqiylikdan, riyodan, ko'z qilishdan pak bo'lgan, buningdan salomat qolgan mu'minning qalbi haqiqiy illa man atalloha bi qalbin salim, sog'lom qalbli mu'min mana bundan qadrlaydi. Özünün nefsini şehvetlerden, özünün aklını şübhilerden saklagan, bundaq mu'min buldu qadrli qarindoshlar. Onun içine düşüp qalgan, bu batqaqchilik düşüp qalgan bo'lmaydi herkes. Demek qadrli qarindoshlar, dersimizdeki en muhim nokta nima deganda, agar Alloh subhanahu va taologa iymon etsak ve bu kainatı tefekkür yürgizdigan bo'lsak, onu tunusak, onu bilsek, onun buyruğu üstüde, Allah'ın buyruğu üstüde istikamet kılıp doğru yolda mangsak, ilim sorularına katnaşsak, özümüzün şehvetlerini kontrol kılsak, bedellerimizi kontrol kılsak, gözümüzü haramdan yığsak, zihnimizni, kulaklarımızı haram nersini anlaştın yığsak, ayallah bilen yat, ayallah bilen arlaştın özümüzü tassak, multazim Allah'ın dinine isilgan bende bolsak, şeriatga xiloflik qilmasak, ya'ni yuqoridagi ishni qilgan mu'min qanday mu'min? Allohning talabini ijro qilgan, tatbiq qilgan mu'min. Xo'sh, Allohning buyruqlarini tatbiq qilgan, Allohga yuzlangan mu'minni, bundaq mu'minning Allohdan oldigan nima haqqi bor? Allah özünün rahmeti, Allah'tan algan bir hakkımız yok qadrli qarindoshlar. Lekin Allah bizga bo'lgan rahmetidan, ey mu'min bandam, agar sen mushundaq ishni qilsang, sening mendan aldigan haqqing bor deylikmi? Haqqul mu'min alalloh deylik ya. O'ylab boqaylar. Sening mendan aldigan haqqing aminat yo'q, biz bütün dunyoni Rabbimizga berib bersak, bütün dunyoni Alloh yo'lida sarf qilib bersak, keç gündüz Allah yolunda cihat kılsak, keç gündüz Allah yolunda amel kılsak mı? Allah'ın bizge bergen zerliçilik nimetinin şükranasını icra kılamayız. Lekin Rabbimizin merhameti, Rabbimizin fazlının yuqurluğundan Allah bizge senin hakkın var mende aldığın deydik ya. Deydi ki Allah mu'minin Allah'ın üstündeki hakkı neymi degende Allah onu çokum salamet kılış en yusellimehu. Nimede salamet kıldı? Nimede salamet kıldı? Dünyada onunla eziyet berdigan, dünyada bizge eziyet berdigan narsadan bizni salamet kıldı. Ve yaxshi narsalarga erishishimizga, yaxshi narsalarga yetkazish, yaxshi narsalarga erishtirdi, yaxshi narsalarga yetkazdi. O'ylab boqaylik, Rabbimizning marhamatidan, "Ey bandam, mening dargohimizning oldiga haqqing bor" deydi. O'ylab boqaylik. Marhamatini, Rabbimizning rahmatini o'ylab boqaylik qadrli qarindoshlar. Nurg'ulg'an musibatlar, nurg'ulg'an xatarlik ishlar hayotimizni o'tdi. Rabbimiz ana shularning hammasini o'zining shu mehribon kuyimchanligi bilan eng go'zal shaklda davolab, eng go'zal shaklda ilojini berib, hayotimizni o'tkazdi. Azroq yo'ldan shunday chetnab ketgan shu hamon bizni qanday qildi? Darhol bizni ogohlantirib, o'zimizning yo'liga, shu mangulik baxt saodatiga erishtirish yo'liga bizni kirgizib qo'yayotgan. Agar bunda qilmagan bo'lsa, eng qattiq, eng vahshiy, eng shiddatli azobga tutilib ketadi shu yo'lda ketavergan bo'lsa. Rabbimizning bizga kuyinganligidan bizni davomli pat-pat burab turdi. Chiqib ketib qolsak.
va Alloh subhanahu va taolaning diniga ana shundoq esilgan, ana shundoq chingmangan, tatbiqlagan Allohning dinini bundoq mu'minni Alloh subhanahu va taolo uningga aziyat yetkazgan. Mushu dunyoda ham uningga aziyat yetkazgan, uni xar qildigan, uni uning ko'nglini tashvish soldigan bundoq aziyatlardan yiroq qildi va uningga nurg'un yaxshiliklarni ato qildi. Yaxshiliklarga erishishga fursat yaratib berdi Alloh subhanahu va taolo. Mana bu dunyodagi salomatchilik, dunyodagi ne'mat Alloh ato qilgan, shu mu'minga ato qilgan dunyoning ne'mati. Payg'ambar alayhisalom hadisida shunday dedi. Ad-dunya kulluha mata'. Dunyoning hammasi mata, foydalanadigan huzur halovatli narsalar. Va khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Va dunyo matolarining ichidagi eng yaxshi narsa bo'lsa salih ayol degan. Salih ayol. Taqvodor salih ayol. Bir insonning, bir mu'minning ayolining salih bo'lishi, farzandlarining qaqshatmaydigan salih taqvodor yaxshi farzandlar bo'lishi, rizqining o'zining yurtida, o'zining mahallasi shu rizqining mo'l bo'lishi, o'zining yuz obro'yining esil bo'lishi, nayt kishilar nayt esil axloqli pok kishi deb ta'riflanishi ekan, axloqining go'zal bo'lishi, hamma kishilar tomonidan yaxshi ko'rilishi, bu nimaning mevasi? O insan agar buzuq boshqalarni qo'yib urib chiqib yuradigan bo'lsa, hargiz o'zining yurtida, mahallasida kishilarning nazarida hargiz undaq sifatlanmaydi. Nimaning mevasi? Allohning yo'lida istiqomat qilib mangan, to'g'ri yo'lda manganligining mevasi. Bu dunyodagi Allohning ismi Salom, Assalom bo'lgan Rabbimiz mushu dunyoda ham o'zining yo'lida to'g'ri yo'lda mangan kishilarga ana shunday xotirjamlikni ato qildi. Dunyoning salomati. Xo'sh, dinning salomati nima? Dinning salomat bo'lishi degan nima? Deganda biz davomli duolarimizni shuna duo qilamiz ana. Allohumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina deb duo qilamiz. Ey Alloh, bizga bizning ishimizni qo'g'dab turadigan, butkul ishlarimizning qo'g'dug'uchisi bo'lgan bizning bu dinimizni bizga isloh qilib bergin. Har qanday ishimizni qo'g'dug'uchi muhofazat qilib turadigan dinimiz bizningki. Bu dinimizni bizga isloh qilib bergin deb duo qilamiz-ku. Dinning salomat bo'lishi degan nima? Deganda olimlar deganki, dinning salomat bo'lishi 3 maqom, 3 o'rinda bo'ldi dedi. 3 xil o'rinda bo'ldi. Birinchisi maqomus shari'a, maqomut tariqa, maqomul haqiqa dedi. Shariat maqomida salomat bo'lish, tariqat maqomida salomat bo'lish, haqiqat maqomida sadoqat bo'lish dedi. Buni sharhlaymiz. Shariat maqomida salomat bo'lish degan nima desa, Alloh subhanahu va taolo sening aqlingni shariat maqomida salomat qilgan bo'lsa, sening aqlingni bid'atlardan, shubhilardan, shak shubhilardan sening aqlingni poklaydi. Aqlingni salomat qildi Alloh subhanahu va taolo. Qalbingni havoyi havasdan, shahvatlardan qalbingni pok qildi, qalbingni salomat qildi dedi. Hergiz aqlinga bid'atlar, shak shubhilik, xato fikrlar, buzuq aqidalar aqlinga kirmaydi. Buningdan fasid aqidalardan Alloh subhanahu va taolo seni buningdan saqlaydi. Qalbingni shak shub shahvatlarga erishishdan saqlaydi Alloh subhanahu va taolo. Ammo tariqat maqomida saqlagan bo'lsa shu, ya'ni Alloh subhanahu va taolo u insonning, u mu'minning aqlini qanday qildi? Shahvatlarining ustiga amir qilib qo'ydi dedi. Havoyi havaslarining shahvatlarining ustiga amir qildi aqlini. Hargiz uning shahvatlari qanday qildi? U insonni boshlab havoyi havas naga bo'lsa shu yerga so'rab ketolmaydi. Shahvati qo'mondonlik qilolmaydi, balki aqlini qo'mondon qilib qo'ydi. Aqlini qo'mondon. Aqli uni kontrol qilib, g'azablanganda bo'lsin, ko'ngli bir narsa shahvatlarga tatqanda bo'lsin, hammasini kontrol qilib to'g'ri yo'lda ma'nolaydigan bo'ldi. Hargiz ularga asir tushib qolmaydi. Xo'sh, endi maqomul haqiqatda salomat bo'lish, ya'ni haqiqat maqomida salomat qilish degan nima? Deyapti. Bu salomatlikka erishgan kishi Alloh subhanahu va taoladan boshqa hech bir narsaga iltifot qilmaydi. Hayotida har qanday o'rinda, har qanday vaqtda Allohdan boshqa hech bir tarafga iltifot qilmaydi. Hech bir tarafga nazar solmaydi. Mana bu haqiqat maqomidagi salomat qilish.
Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shundaq deydi-ki, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi. Musulmon degan qanday kishi desa, musulmon degan musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat qolgan kishi musulmon dedi. Haqiqiy musulmon. Musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat qolgan, hech birisi aziyat ko'rmagan, ya tilidan aziyat ko'rmagan, ya qo'lidan aziyat ko'rmagan kishi musulmon dedi. Şun bazı ulamalar deganki, kayfa yaslamun nasu min lisanihi ve yadihi ve huwa lam yaslam min nafsihi fa huwa asiru nafsihi ve asiru şahawatihi. Ya Rabbi, nima degan güzel söz ya. İnsanlar başka kişiler qandaqmı onun tili ve qo'lidan salomat qolsin ki, vaholanki u inson o'zining nafsining qo'li, o'zining nafsidan da salomat qolmoqlik. Nafsidan da qutlanmoqlik. U o'zining shahvatining, o'zining nafsining asiri bo'lib qolgan, shuningga asir tushib qolgan, shuningga qul bo'lib qolgan kishidan qandaqmi boshqa kishilar salomat qolsin? Qandaqmi boshqa insonlar uning tili va qo'lidan salomat qolsin degan ekan. Haqiqatan to'g'ri gap. Yana bu yerda texinbek inchik to'xtalgan bir ogohlantirib qo'ydigan narsa nima desa, har bir musulmon bu dinning bo'libmi musulmonlar oz rayonda yashayotgan qadrli qarindoshlar. Arab dunyosida musulmonlar oz bo'lgan yerda yashayotgan musulmon qarindoshlarimiz texinbek diqqat qilishga kerak bo'lgan bir nuqta borki, Aşağıda yaşayotgan her bir musulmon bu dinning temsilchisi, bu dinning elchisi hisoblanadi qadrli qarindoshlar. Rasulullahning boshqa hadislari va qadrli. Hargiz biz taraf shu musulmondir, uning keltirgan, uning qilgan xatoligi, uning sodir qilgan gunohlari hammasi islomga keltiradigan, islomni bir haqoratlashga sabab bo'lib qoldi qadrli qarindoshlar. Buningdan hazir aylishimiz kerak. Bugun qarindoshlarimiz uchunki bir musulmonlarning o'ttirisida, musulmonlar bir xatolik, bir gunoh, bir ish yuz berib qolib qolsa, birisini urib silish, tillab silish yoki haqqini elib olish, bundaq bu ish qolib qolsa, bu musulmonlar o'zarasida bo'lsa, shu palani shunday qildi, menga zulm qildi, u bu deb shunda buning bilan cheklanib qoldi, buning bilan tugaydi deb. Palani deb hargiz islomga o'tmaydi. Ammo shu diyorda, shu yerda musulmonlar ozsonlik bo'lib yashayotgan yerda musulmonlardan ana shunday islomga zid bir amallar sodir bo'lmoqda. Qarab, jinoyatni qilgan, xatolikni qilgan odam bir yerda qilib qilib, butun musulmonlarga islomga haqorat keltirgan, islomga haqorat keltirishga ishga ichib bergan gap. Har bir musulmon islomning elchisi qadrli qarindoshlar, islomning elchisi. Hargiz bizning shuning uchun butkul yurishtirishimiz, so'z harakatlarimiz, muomalarimizni nihoyat diqqat qilishimiz, islomning axloqini namoyon qilishimiz, go'zalligini namoyon qilishimiz kerakki, hargiz bizning qilgan shu bir ikki tal ishimiz sabablik islom haqoratga qolmasligi. Bu buyuk islomimiz haqoratga qolmasligi kerak qadrli qarindoshlar. Chunki ular hargiz palon deb deydiganlar nihoyat oz. Bevosita musulmonlar islom degan shundoq mana, musulmon degan shundoq deb o'zimizning diniga, islomimizga, musulmonlarga bir haqorat keltirilishga sabab bo'lgan bundan ahvol hargiz bo'lmasligi kerak qadrli qarindoshlar. Buni ona diqqat qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bizni o'zining eng to'g'ri yo'liga ergashgan, dunyo va oxiratda, dunyoda ham hech bir maxluqqa, hech bir kishiga azor bermaydigan Allohning dushmanlari xorij, shundoq taqvodor, salomat, qalblarimiz salomat, amallarimiz hamma gunohlardan, jinoyatlardan salomat bo'lgan, e'tiqodlarimiz salomat bo'lgan, tushunchalarimiz salomat bo'lgan, eng to'g'ri yo'lda mangan ana shu baxtlik mu'min bandalardan qilishini Rabbimizdan tuvanchilik bilan tilaymiz. Qadrli qarindoshlar, shuning bilan biz bugun yana Allohning go'zal ismlaridan Assalom ismini shuning bilan oxirlashtirgan bo'ldik. Rabbimizdan tuvanchilik bilan bizni eng to'g'ri yo'lda mangan, eng baxtli mu'minlardan qilishini tuvanchilik bilan tilaymiz. Qadrli qarindoshlar, shunday butun anlaganlarimiz, tushunganlarimizni qarindoshlarimizga yetkazish, boshqa bilmaganlarga o'rgatish, buningga hargiz sal qaramaydi. Alloh subhanahu va taolo bizni ana shu ne'matlardan hargiz
mahrum qilmasin. Alloh bizga umr bersa, kelar hafta yana yangi bir sonimiz bilan, yangi bir ism bilan yuz ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh subhanahu va taologa ana shu salomatlik beg'ishlig'uchi mehribon Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa topshiraman. Qadrli qarindoshlar, ijobatli duolaringlarda butun dunyodagi barliq musulmon qarindoshlarimiz uchun, aziyat chekayotgan, zulm chekayotgan shu qarindoshlarimiz uchun duo qilishinglarni, shunday kamina ojiz uchun ham duo qilib qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا ودين، نصير رحمة في العالمين. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا ودين، نصير رحمة في العالمين.